Assalomu alaykum hammaga. Biza Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani O'zbekiston O'fida Mashal mahallasi Izzat ko'chasi Quvondiq og'aning uyidamiz. Bu uyimizda ham ko'mirdan atapini o'tirib berdik. Hamma materialni o'zlaringiz bilan aytganib 1 yil garantiyasi bilan ishlab berganmiz. Qachonimiz har doim 4 kitobli ichlarına zakaznoy turbalar qo'yilgan variantini ishlab berganmiz. Uyimiz полностью подача обраткада samodyok sistemasi topshirganmiz. Nasozlarni ham qo'yib, samodyok ishlash uchun kraniklar bilan qo'yib berdik. Kotelimiz yan turibdi, xudo xolasa atapleniyamiz 70 gradus bo'lib turibdi. 1 yil garantiyasi bilan chiroyli topshirdik hisob kitob. Kelgan vaqtimizda $500 avans olganmiz, $1000 avans olganmiz. Ishni boshlagandan keyin $1000 avans oldik. Bugun xudo xolasa qonunni hisob kitob etib topshirganmiz. Oxirgacha ko'rib borsangizlar, o'sha necha so'm pul chiqqanini ustalar bilan birga aytib o'tamiz. Morimiz 127lik bo'ldi. 7 stenkada yerdan balandligi 6 metr bo'ldi. 5 metr ishlatib berganmiz. Bu uyimizda ham shunday deb zamonaviy dur alüminium batareyalarni qo'yib ishlab berganmiz. Uyimiz o'sha 11 tochka bo'ldi. 9 yera batareya qo'yildi. O'sha ataplenib o'tirgan maydonimiz 180 kvadrat bo'ldi. Hamma batareyalarimiz shundan zamonaviy 500'lik dur alüminium batareya. Aboylarni ham e'tibor berasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha turban razmeriga döşib ishlab berganmiz. Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab ko'mir ataplenalar o'tiramiz. Tochkasini bu yerda 450 ming so'mdan ishlab berdik. 11 tochka bo'ldi. 4.950.000 so'm pul bo'ldi. Hamma yeri shunga aboy joylab bo'lsa 500 ming so'mdan ishlaymiz. Bir yana 2 dona xona bo'lsa gap yo'q. 450 ming so'mdan ishlab beramiz. Bu birinchi bateriyamiz. Bu tamburimiz giraverishimiz ikkinchi bateriyamiz. Birimize 10 ishlatib birini qo'yib berdik. Kuxnyamiz hammerimiz shlaga blokdan bo'lgani uchun birimize 17 lat birini qo'yib berdik. Tamburimize 10 ishlatib qo'yamiz. Bu ikkinchi bateriyamiz. Bir banimize 5 latib birini qo'yib berdik. Plastiklarni hammasini qo'ldan kelgancha qatnatib turbanın diametrini döşüp ishlab berganmiz. Har birine shaylarni 90 gradus büküp rezvalarni qo'lda yo'nib kraniklarni qo'yib ishlaganmiz. Her bir rezva yonganımızda 90 gradus bükkanimizda misol uchun bachonkasi atoda hisoblasak har batareyamize 20 ming so'm puldan aylanadi. 10 batareyada 200 ming so'm pul bo'ladi o'zim. Banimiz 3-chi batereyamiz edi. Eshikdan kirganlarni avvalgi o'zimning ko'na sistemasi bor edi. Ularni buzib tashlab ayaklarni ish etmaslik uchun konteynerga o'tirib berdik. Ko'p yerlarni o'zini avvalgi döşüklerine doğulanmiz. Bu 4-chi batereyamiz. Dalanımız 17 lat bir yere koyduk. Sebebi şöyle yakın yerde özüne 13 lat birini koyganımız. Bu 4-ci bateriyamiz. Bir spalnilerimiz katyoldan uzakrak bo'lgan yerlere xonani katta kichkina qilib 17 18 lik bo'lganmiz. Bu spalnimizni 18 lat bir yere qo'yib berdik. Bu ahırgı spalnimiz katyoldan ahırgı tochkani hisoblanadi. Birimizdan 18 lat bir yere qo'yganmiz. Arkalarından bir xil açıp qo'yib, xudo xolasa biz har bir bateriyamizga shu kraniklarni qo'yib ishlaymiz. Ertangi remontda bateriyani o'zini yazdırıp alıp arkalarını remont etib ishlash uchun. Turbalarimiz ham orqasini 1.5-4 sm açık qo'yibmiz. Birimiz ikinci spalnimiz katyoldan gidip kelaverishdi. İkinci bateriyamiz. Birimizden 17 lat birini koyduk. Sebebi xonamiz kattaroq bo'lgani uchun. Ben taraf stenamiz podachasi полностью 32 lik bo'ldi. Obratkalari 25 lik bo'lgan. Bu 6-chi bateriyamiz. Bu ayvonimiz. Birimize 25 yatib bir yere qo'yib berganmiz. Sebebi ben tarafimizdan turba kelgan ham kuni bilan quyosh tushadigan qibla tarafimizga. Keyin birimiz birinchi tochkamiz ham
birinchi sifallaymiz. Birimize 15 ga etib qo'ydik. Sababi buni paysi balanddi ham yeridan turba o'tgan. Shu xonamizni o'zidan boqa chiqarib berganmiz. Oxirgi batareyamiz. Shunda общий hisobda 411 bo'ldi. 4.950 ming so'm bo'ldi polaklar. Qolgan materiallari, kotyoli hammasi 31.226 ming so'm pul bo'ldi. Boshda kelgan vaqtimizda $1000 avans olganmiz. Ishni boshlab materiallarni olib kelib yeganimizdan keyin yana $1000 avans olganmiz. Bugun ishni bitirib yakunlab topshirdik. Qolganidan hisob kitob etib, xudo xolasa 1 yil garantiyasi bilan topshirib berdik. Esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Shu donag'anlar bo'lsa, bir layklarni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga bog'lanaverasizlar. Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab otoblarni o'tiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat.